Allahu fala g'oliba lakum va in yakhzulkum faman zallazi yansurukum min ba'di va alallohi falyatawakkalul mu'minun. Agar Alloh sizlarga yordam bersa, sizlarga g'olib bo'luvchi shaxs narsa dunyoda bo'lmaydi. Alloh agar mu'minlarga yordam bersa, hech qaysi toifa ularga g'olib bo'la olmaydi. Va in yakhzulkum, agar Alloh sizlarga yordam bermasa, faman zallazi yansurukum min ba'di. Allohni yordamidan tashqari Alloh yordam bermagandan keyin kim sizlarga yordam beradi? Allohni o'ziga suyanmagan toifalarga kim yordam berdi? Allohni o'ziga suyanmasdan boshqa zaif asoslarga suyangan toifalarga ular yordam berishlik o'rniga balki zulmni shu taraflardan Alloh subhanahu va taolo yetkazdi. Buni bizga yaqin tarix va uzoq tarix buning tirik guvohidir, birodarlar. O'zining millatiga sotqinlik qilib, o'zining xalqlariga butun sotqinlik qilib, o'zgalarga yordam bergan toifalarning jazosini Alloh subhanahu va taolo shu yordam berilgan toifalar tarafidan berdi. Ana Alloh subhanahu va taolo bu yerda agar Alloh sizlarga yordam bermasa, Allohning yordam bermaganidan keyin sizlarga yordam beradigan kim o'zi? Hech kim yordam bera olmaydi. Shuning uchun mu'minlar o'zining ishida, o'zlarining harakatlarida va alallohi falyatawakkalul mu'minun. Faqat Allohning o'zigagina mu'minlar tavakkul qilsinlar. Uzoq tarixda ham, yaqin tarixda ham Allohning o'ziga tavakkul qilgan mu'minlarning najoti tarixda ham har bir kishi o'zining qisqacha oddiy bir hayotida ham bu tavakkulning manfaatini ko'rganlar. Lekin tavakkul bu yerdagi oyatning siyg'asida yaxshi anglashligimiz kerak. Faqat Allohning o'zigagina mu'minlar tavakkul qilsin. Boshqa mu'minlarning tavakkul qiladigan o'rinlari bo'lmaydi. Tavakkul mana bu oyatdan biz bilishimiz kerakki, Alloh subhanahu va taolo tarafidan nusrat, lekin mu'minning vazifasi o'zining qilayotgan ijobiy ishlarida faqat Alloh subhanahu va taoloning o'ziga tavakkul bo'lishligini bildiradi. Mu'min islom tasavvurida salbiy shaxs emas. Mu'min o'zining harakatida ijobiy shaxs, o'zi tarafidan ijobiy harakat. Bu harakatlar jumlasidan tavakkul sifati topilar ekan, Alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'lgan madad uning qabri bo'ladi. Ammo mu'minda tavakkul sifati topilmas ekan, Allohning yordami undan judo bo'ladi. Alloh bir kishiga yordam bersa, unga g'olib bo'luvchi hech qanday shaxs dunyoda topilmaydi. Agar Alloh yordam bermasa, Allohning yordamidan keyin boshqa yordam beradigan shaxs dunyoda topilmaydi.